O'qituvchi jamiyatda eng ilg'or bo'lishi kerak, jamiyatni oldiy ziyolilardan biri bo'lishi kerak. Chunki o'qituvchiga bola tarbiyasi ishonib topshiriladi. Bu jamiyat, Isr jamiyatida masalan o'qituvchining hurmati katta bo'lgan bo'lsa, o'qituvchi haqiqatda SSSR o'qituvchisi haqiqiy o'qituvchi edi. Haqiqiy ota-ona edi. Ikkinchi ota-ona edi bola uchun o'qituvchi. Lekin bugungi kundagi o'qituvchilar, bu jamiyatdagi o'qituvchilar, yolg'on jamiyatdagi bosqinchi hukumatga, chet el korporatsiya, O'zbekiston Respublikasining degan chet el korporatsiyaga yollanib ishlayotgan o'qituvchilar, bular bilimi yoki saviyasi tomonidan saylangan emas, ana shu chet el kompaniyasiga layoqati tomonidan saylangan bo'lib, chet el kompaniyasining yolg'on siyosatini bolalar ongiga sig'dirish va o'sha globalizm siyosati asosida bolalarning tarbiyasini buzish, bolalarni bilimsiz qilish, ko'r qilish, har xil yolg'onlarga o'rgatish va yolg'onlar asosida bolalarning miyasini, tarbiyasini buzish hamda ruhiy tomondan kasal qilib qo'yish uchun o'qituvchilar bugun qo'llanilyapti, saylovlarda, soxta saylovlarda qo'llanilyapti. Bular hammasi o'qituvchining jamiyat oldida xoinligini, xalq vatan oldida xoinligini bildiradi. Shuning uchun ham o'qituvchilarning bugungi kunda jamiyat oldida hurmati yo'q. Bolalar oldida hurmati, bolalar ularga o'qituvchi deb qaramaydi, ulardan xavfsirab qaraydi. Ularga ishonmaydi. Shuning uchun ham jamiyatda o'qituvchiga ishonch yo'qolsa, bular bolalarni jamiyatni boshqara olmay qoladi. O'zini yo'liga, jinoiy yo'lga sola olmay qoladi. Shuning uchun ba'zi bir iblislar xuddi o'qituvchilarni yonini olishga chiqqan bo'lib, hamma aybni bolalarga yuklamoqchi. Yo'q, bolada ayb yo'q. Bolani qaysi tomonga o'qituvchi bursa, shu tomonga ketadi. O'qituvchi agar zo'r o'qituvchi, haqiqiy mehr muhabbatli, bilimli o'qituvchi bo'lsa, bolalarni to'g'ri yo'lga solib, ularni boshqara oladi. Ularga ilm fan bersa, tarbiya bersa, ular o'qituvchini hurmat qilib, o'shanga ishona boshlaydi. Har bir narsa o'qituvchini qalbidagi mehrda. Agar o'qituvchi bolaga mehr bersa, u bola ham unga talpinadi. Unga nisbatan hurmati oshadi, unga ishonchi oshadi. Bugungi jamiyatdagi o'qituvchilarga bolalar tomonidan ishonch va hurmat yo'q. Ota-onalar ko'r bo'lsa-da, bolalar buni his qilyapti.